JetCafe dasturidagi oxirgi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Atmena cheki ikkita chekda borishi bittaga tushirildi va u minus ko'rinishida boradigan bo'ldi. Chekka taom qo'shamiz. Agar shu taomning ma'lum bir qismi atmena qilinsa, shu qism minus ko'rinishiga o'tadi. Buning qulayligi shundaki, har bir atmen qilingan mahsulot отчетda ham minus ko'rinishida saqlanadi va bilib olish oson bo'ladi. Agar bir turdagi taomning hammasi atmen qilinsa, uning nomiga chiziq tortilgan holatda bo'ladi. Отчетda esa uning statusi atmenen, ya'ni barchasi qaytarilgan holatda ko'rinadi.